Olim polvondagi 700 kvadratli imoratimizni korobka holatini xonadon egalariga topshirdik. Topshirganimizdan keyin qilgan ishlarimiz egasiga yoqqanligi uchun to'liqligicha patkuz holatini ham o'zimizga ishonib topshirdik. Endi videoning oxirida mana shu 700 kvadratli imoratimizni korobka holatiga nechta pul ketganini aytib o'tib ketaman. Imoratimizning kirib-urish qismida mana yaxshi e'tibor bergan bo'lsangiz, kattagina qilib joy qoldirganmiz. Endi hozir remont jarayonlari bo'layotganligi uchun ozgina tartibsiz, endi remontda, qurilishda albatta bunaqa holat bo'ladi. Hop, imoratimizning kirib-urishimizga o'sha bitta mashinaga joy tashab ketilgan va zelyoniy zona qilingan, ya'ni yashil maydon qilingan. Buni endi ertaga xonadon egalari o'zlariga mos ravishda o'zgartirish imkoniyatini ega qilib qoldirganmiz. Endi imoratga kirib bo'lganimizdan keyin mana shu katta darvozamizdan mashinani qo'yamiz va kichkina kalitka qilingan, albatta mana chiroyli qilib naveslarni ham qilganmiz. Darvozaxonadan, ya'ni kalitkadan kirib kelib chap tarafga yurganimizda o'zini alohida letniy kuxnyasi, ya'ni yozgi oshxonasi bilan. Endi mana shu yerda masalaga bitta narsani ko'rsatib o'tib ketmoqchiman. Bizda mana priyodni ko'rib o'tgan bo'lsangiz, salkam 10 metr tashkil qiladi va mana 36B du tower qo'yganmiz. Ya'ni 9 metr 60 santimetrga o'tirgan. Endi bunaqa holatda bizda rigel qilib bitta kolonna bergandik. Xonadon egalari o'zi talablariga muvofiq mana shu kolonna menga yoqmayapti, ya'ni joyi o'g'irlab qo'yyapti, ko'rinishi ozgina xunuk holatga kelyapti deganlari uchun biza endi salkam 10 metrli rigel juda ham og'ir bo'ladi. Bu o'zini o'zi ko'tarib turish ehtimoli ham juda katta bo'lganligi uchun, chunki ko'ryapsizlar, tepada unaqa og'ir yuklama yo'q. O'shaning uchun B36 du towerni qo'yib, bitta butunligicha mana shunaqa konstruksiyada yechim qilgan holatda kolonnaning o'rniga mana du tower qo'yganmizda katta keng maydonni tashkil qilib berganmiz xonadon egalariga. Va o'sha aytib o'tganimdek, albatta bitta sauna sanuzili bilan va yozgi oshxonasini qilib ketganmiz. Birinchi qavatga kirganimizda e'tibor berib qarasanglar, bizani juda katta hol kutib oladi. Imoratimizning har bir qavati 210 kvadratdan, ya'ni 210 metr kvadratdan tashkil qiladi va xonadon egalarining talablariga muvofiq biz bu yerda faqatgina oshxonani juda ham katta qildik. E'tibor berib qaraydigan bo'lsanglar, oshxonamiz juda ham katta, ya'ni ayollarni bu xonadonda umuman har bitta xonadonda ayollarning vaqti 70-80% mana shu oshxonada o'tganligi uchun mana shunaqa katta oshxona berganmiz. Bu yerda mana salkam bir 50 kvadratni tashkil qiladi menimcha, xudo xolasa. Xo'p, bu imoratimizda undan tashqari qo'ldan kelganimizda o'zini sanuzili, garderobiga ega yana ikkita talablarga muvofiq spaniy rayon qilib qoldirganmiz, ya'ni yotoqxona qilganmiz. O'sha aytganimdek mana qo'ldan kirib keldik. O'ng qo'limizda juda ham katta hamma qulayliklarga ega oshxona bo'ladi. Chap qo'limizda xonadon egalarining o'zlari uchun garderobi, sanuzillar, ya'ni hamma qulayliklarga ega bitta zal yotoqxona qoldirganmiz va albatta kirib-urishda ro'parada 4,5 metrga 8,5 metr bitta katta zal qilganmiz. Bu endi har doim shunaqa holatda loyihalar qilinadi va imorat shunaqa quriladi, chunki обязательно baribir zal kerak. Endi kirganimizda o'ng qo'lda, ya'ni oshxonadan keyin o'sha xonadon egalarining qizlari bo'lganligi uchun unga alohida mana hamma qulayliklariga ega bitta yotoqxona qilib berganmiz. Buni ham xuddi shunaqa sanuzili va garderoblari bor. Ya'ni birinchi qavatimizda общий hisobda 4 ta katta xonamiz mavjud. Endi hozir mana shu zinadan ikkinchi qavatga o'tib ketamiz. Men bitta narsani aytib o'tib ketmoqchiman sizlarga. Xonadonning korobka holati tayyor bo'lgandan keyin birinchi o'rinda mana biz suvog'idan chiqarganmiz. Endi nimaga suvog' qilinadi? Ko'pchilik shunaqa paytda savol beradi. Birinchi suvog' qilish kerakmi yoki elektrikani qilib olish kerakmi deydi. Endi ana qaranglar. Deylik, bu imoratimizda suvog'dan chiqmagan holatda elektriklarni bilasizlar. Har bitta tochka hozir xonadonda nimadan kelib chiqqan holatda, ya'ni shu ehtiyojdan kelib chiqqan holatda tochkalar juda ham ko'payib ketdi va qaysi tarafdan qatdan kelayotganligini ertaga gipsa kartonchi yoki misol uchun aboychi bo'ladimi yoki o'sha panel qoqadiganchi bo'ladimi, simlarni ko'ra olmay qoladigan holati bo'ladi. Endi suvog'dan oldin elektrikani qilib qo'ysangiz, u secheniyani teshib qo'yadigan bo'lsa, ertaga sizda svet bo'lmasligi yoki o'sha rozetkaga tok kelmasligi ehtimoli katta bo'ladi. O'shaning uchun meni maslahatim, mana shu yerda yaxshi maslahat berib ketaman. Imoratni elektrikasini har doim suvog'dan keyin qilinglar. Lekin suvog'dan keyin elektrik qilsanglar, buni shtreba qilib chiqadi, bu ozgina rasxod bo'ladi. Mana bunaqa holatni masalaga ko'rsataman. Mana elektrik. Endi bu yerda biz issiq suvga turba o'tkazganmiz, o'shaning uchun chuqurroq qilib teshib olganmiz. Lekin ertaga elektrik kelganda mana shu suvog'i o'zidan akkuratlik qilib yurib chiqadi va ertaga elektrikdan keyin ishlaydigan usta qayerda qanaqa secheniya o'tgan, qayerga qanaqa tok kelayotganligini bilgan holatda o'sha qilayotgan ishini o'shanga mo'ljallashtirib qilib ketaveradi. Ya'ni aytganimdek, elektrikani qilishdan oldin albatta imoratni suvog'dan chiqarib olinglar. Imoratimizning podval qismidamiz. Podvalimiz ham bir xil o'sha 210 kvadrat tashkil qiladi. Ya'ni imoratimizning kattaligi qanday bo'lsa, podvalimiz ham xuddi shunday
loyihalashtirilgan va qurib bitkazilgan. Endi podvolga e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, mana o'sha xonadonni o'zidan o'rtasidan tushib ketadigan holatini ham berganmiz va ko'chadan ham bemalol qiynalmasligi uchun endi asosan ayollarga o'sha bankasini oladimi, boshqa qiladimi, ya'ni ro'zg'or tashvishlari bilan mana shu ko'cha tarafdan ham, ya'ni hovli tarafdan ham bemalol keladigan holat bo'lgan. Lekin bu podvolimizda o'sha 210 kvadrat tashkil qilgan juda ham aqlli yechim qilganmiz. Xonadonni 4 ta bo'limga bo'lganmiz. Kirib urishimizda, ya'ni oldi zinadan ham, imoratni o'zidan ham tushadigan zinamizni katta ho'l qoldirganmiz. Sababi bu yerda o'sha ertaga bolalar uchun yoki nevaralar uchun o'yingoh holatida qoldirishgan va bitta mana imoratimizni bitta ichkaridagi qismiga to'liqligicha o'sha ayollar yaxshi ko'radigan har doimgi o'sha banka masalalarini hal qilish uchun katta xona berganmiz. Endi ichkariga bu yoqqa kirib urishimizda xonadonimizning yuragi, ya'ni imoratning motori hisoblangan o'sha santexnika va elektrikani hamma ehtiyot qismlari mana mana shu yerga joylanadi. Buni bilasizlar, texnический zona deb ataladi. Endi o'zbekchalab tarjima qiladigan bo'lsak, sanoto'g'ri bo'lib qoladi. Mana mana shu yerga hamma aytganimdek santexnika bo'ladimi, elektrika bo'ladimi, hammasi shu yerda yig'ilib, mana mana shu yerdan imoratimizda nafas olishi boshlaydi. Ya'ni ishlashi boshlaydi, xudo xolasa. Mana podvolimizni qisqacha ma'lumot o'rnida aytib ketdim. Podvolimiz ham xuddi aytganimdek imoratning to'liqligicha qismini egallagan 210 kvadratni tashkil qiladi. Xonadonimizdan ikkinchi qavatidamiz. E'tibor berib qarasanglar, mana to'liqligicha buni ham suvoqdan chiqarganmiz. Lekin bitta momentiga e'tibor berasizlar. Xonadon egalarini farzandlari ko'pligi uchun ikkinchi qavatda biz hammasini to'liqligicha 4 ta xonani ham hamma qulayliklarga ega o'zini sanuzili, o'zini garderobi bilan birga 4 ta yotoqxona qilganmiz. Endi bitta momentini e'tibor berib e'tiboringlarni qaratmoqchiman. Bu yoqqa olib kelgin. Mana imoratda to'liqligicha mana bitta spalni, 2 ta, 3 ta, 4 ta spalni hamma qulayliklarga ega. Endi mana bu yerda manzarani qaraydi. Ya'ni garajimizning tepasini biz terrasa holatiga olib kelganmiz. Xonadon egalarini o'zlari menga bitta chiroyli yechim qilib, bitta ofis qilib beringlar deganlari uchun mana bunaqa ofis holatini hozir santexniklarimizni to'pli polga yotqizishyapti. Mana manzarani ko'ringlar qanaqa. To'g'ri, bu yerda tog' yo'q, lekin daraxtlar polni dalalarni ko'ryapsizlar, gilosda ekilgan. Mana mana shu yerda ertalab turib, bitta yarim peli kofeni damlab qo'yib, bugun nima qilar ekanman deb o'tiradigan holatni berganmiz. Mana mashinamiz ham xudo xolasa 35-40 kvadratni tashkil qiladi. Bu albatta xonadon egasini o'zlari uchun talablariga muvofiq garaj tepasini ofis variantida, open space holatida mazza qilib manzarani ko'rib, dam olib, ish bilan band bo'lishlari uchun shunaqa holatda keltirib berganmiz. Mana shu 700 kvadratli imoratimizning korobka holatiga nima kiradi? Korobka holatiga katlamani qazilib bo'lgandan keyin loyihaga asoslangan holatda podvoli, birinchi qavati, ikkinchi qavati va mana tom yopiladigan xizmati kiradi. Ya'ni imoratda ko'pchilik korobka holati deganda oynaron bilan suvog'ini ham tushunar ekan. Yo'q. Korobka holat deganda o'sha aytib o'tganimdek imorat qurildi, podvoli, birinchi, ikkinchi qavati va tom yopildi. Ya'ni imoratimiz g'ishtda turibdi, profnastil yopilgan holati korobka tushuniladi. Mana endi boshida aytib o'tganimdek hammaga qiziq va eng zo'r nuqtasiga keldik. Ya'ni imoratimizning tan narxi necha pulga aylangani, korobka holatini. Bu imoratimiz toza birinchi, ikkinchi qavati va podvolini hisoblaganimizda 630 kvadratni tashkil qiladi. Garaji bilan mana shu mansarda boya ko'rganinglar o'sha terrasa holatini bergan joyimizda 70 kvadrat. Ya'ni imoratimizning korobkasi 100% 700 kvadratdan iborat. Endi so'mga chiqadigan bo'lsak, korobka holatiga 1 milliard 282 million so'm yoki 106.800 dollar ketgan. Endi buni 700 kvadratga bo'lib oladigan bo'lsak, imoratimizning korobka holatidagi har bir kvadrat metrining tan narxi 152 dollardan aylandi. Har doim aytaman, imorat qancha katta bo'lgan sari ketadigan xarajat shuncha kamroq bo'ladi. Endi kimga shunaqa chiroyli imoratlar qurish kerak bo'ladigan bo'lsa, loyihasidan tortib turib imoratda korobka holatini remontigacha bo'ladigan jarayon kimni qiziqtiradigan bo'lsa, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta pastdagi meni raqamlarimga murojaat qilinglar. Hammamizga yaxshi kunda shunaqa chiroyli imoratlar qurish nasib qilsin. Salomat bo'linglar.